Menga yaxshilab tushuntirishlari shart. Yaxshilab tushuntirish bu yaxshi gapda emas. Hamma ham yaxshi gapda tushunmaydi. Masalan, aytsangizda, "San savdolaring mana bunaqa qilib oshirsang bo'ladi-ku, oshir savdoyingni" desa, "Yo'q, shart emas, unaqa, bunaqa" deymiz. Keyin och qolganimizda esa portlab o'sib ketamiz. Ana shu och qolish pul tili kimnidir da o'shanda tushunadi u odam. Boshqacha tushunmadi. Yaxshi gapga umuman tushunmadi. Qattiqroq gapirildiki, bu odam tushunsin deb. Masalan-da, kimnidir turmush o'rtog'i pul bermaydi. Pul bermaydi, ustidan kuladi yoki nimadir qattiq munosabat, yana qo'pol, yana qo'pol, yana qo'pol bo'ladi. O'shanda tushunib, keyin nimadir qiladi. Ungacha tushunmayapti. Pul tili bu xuddi masalan, kimdir arabchada tushunsa, unga arabcha tushuntirildi. Kim ruskiyda tushunsa, ruscha tushuntirildi. Kim puldan o'sishda, alamda, g'azabda, yomon holatda tushunadi, o'shanaqa tushuntiriladi. Bu yomon degani emas. Shunchaki bizning tilimiz shunaqa. Boshqacha tushuna olmayapmiz. Birdaniga yomon vaziyat berilmaydi. Birinchi yaxshisi beriladi, keyin keyingisi, tushunmasak yana kuchaytiriladi, yana kuchaytiriladi, yana kuchaytiriladi. Bugun biz siz bilan har bir pul tillarimiz ko'rib chiqamiz, o'zgartiramiz. Bundan keyin bizga bunaqa munosabatda bo'lishmaydigan darajaga olib kelamiz. Ya'ni o'zimizdan o'zimiz pul tilini tushunib oldik-ku, to'xtovsiz ketamiz. Tushunarlimi qizlar? Masalan, bitta ayolga turmush o'rtog'i pul bermaydi-da, nima deyotgan bo'ladi aslida? Keyin bu ayol boradi-da, deylik nimadir ishlar qilib, birorta deylik maktab ochdi-da, qancha xalqqa xizmati tegyapti, yordami tegyapti. Agar unga eri pul berib o'tirganida edi, bu qilmas edi. Unga qanday tushuntirishdi? U shunda tushundi u. Eri pul bermaganida tushundi. Yokida masalan, bitta odam bor pulini yo'qotishdan qo'rqib yuruvdi. Shartda unga o'g'rini yuborishadi. O'g'ri kelib pulini o'g'irlaydi. Keyin bundan keyin pulini ishlatishni boshlaydi. U shungacha kelmaguncha tushunmadi. Unga o'g'ri kelmaguncha tushunmadi. Tushunarlimi qizlar? Shu joyi.